Egilishimizcha 20 sentabr kuni Birleşken Devletler Teşkilatı 78. növbetlik umumiy yig'inini Amerikaning New York shahrida o'tkazilayotganda Amerikadagi muxbirlar va yozuvchilar fondi jamiyati dunyoda kishilik huquq va insoniyatning sijil taraqqiyotini kapolatga ega qilish temasida muhokama yig'ini ochgan. Bu yig'inga 24 davlatdagi 36 jamiyatning 150 dan ortiq mutaxassislari, fuqaroviy jamiyat va kishilik huquq organlari rahbarlari, diplomatlar, akademiklar, muxbirlar va yozuvchilar qatnashgan. Yig'inda kishilik huquq, tinchlik, madaniyatlar taraqqiyotini ilgari surish uchun, insonlarning sijil taraqqiyotini ilgari surish uchun dunyoviy ittifoqlikni kuchaytirishning plani va programmalari muzokara qilingan. Shundaqla dunyo rahbarlariga yangi chora, strategiya va siyosatlar tavsiya qilingan. Amerikadagi Dialog fondi tutqundagi Uyg'ur folklorshunos Xinjiang universitetining professori doktor Rahila Davudning umrlik qamoq jazosiga hukm qilinganligini dalillab zo'r inkas qo'zg'adi. Rahila Davudga o'xshash Uyg'ur folklori va mozor tadqiqot sohasida xalqarалық shon-sharafga ega bo'lgan bir bilim odamining bundaq ig'ir jazoga uchrashi uning masalasini biladigan va ko'ngil bo'layotgan barliq kishilarni qattiq qayg'uga solgan ham qattiq g'azablantirgan. Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlari bayonot e'lon qilib Xitoyni tanqid qildi. Bayonotda Rahila Davudni kasbiy hayotining eng yuqori pallasida ep ketgan Xitoy hukumatining yuqorida men degan faktlarni obdan biladiganligiga ishonaman. Uning davlat bexatarligiga ep kelgan birdan-bir tahdidi dal uning Uyg'ur madaniyati va urf-odatlari haqida tangdossiz bilimga ega bo'lganligida. U Uyg'urlarning hayoti bilan xalqarodagi tadqiqotchilar orasida bir ko'rik bo'lgan edi deyildi. Amerika Moliya Ministerligi Xitoy bilan iqtisodiy va pul muomala xizmat guruhi qurganligini e'lon qildi. Moliya ministri Yellen xizmat guruhi haqida mundaq dedi: Bu guruhlar Amerikaning qiziqish va andishasini yetkazish, Amerika ishchilari va korxonalari uchun barobar saviyada ikki davlat o'rtasidagi sog'lom iqtisodiy raqobatni ilgari surish va yashar xarakterli qirg'izlarga qarshi hamkorlikni ilgari surish uchun muhim munbar sifatida xizmat qiladi. Suriya prezidenti Bashar Asadning o'z davlatida 12 yil davomlashgan ishga urush boshlangandan buyon tunji Xitoy ziyorati jarayonida ikki davlat o'rtasida strategik hamkorlik o'rnatilganligi xabar qilindi. Shanxua agentligining xabariga qaraganda, Asad Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan ko'rishgan bo'lib, u 19-navbatlik Osiyo tanharakat musobaqasining ochilish marosimiga qatnashgan. Yig'indan keyin ikki davlat o'rtasida strategik hamkorlik o'rnatilganligi e'lon qilingan. Pora ilish bilan ayblangan Amerika Kengash palata a'zosi Bob Menendez Amerika Kengash palatasi tashqi munosabatlar komitetining raisligidan vaqtliq isti'fo berdi. New York Federatsiya sud mahkamasiga sunilgan 39 betlik aybnomada Menendez va uning ayoli Nadine Arstanyan Yangi Jersey shtatining savdogarlari bilan bo'lgan munosabatda poraxo'rlik bilan ayblangan. Amerika, Koreya va Yaponiya Rossiya bilan Shimoliy Koreyaning o'rtasida yuz berish ehtimoli bo'lgan qurol-yarog kelishimiga qarshi qattiq tadbir qo'llanishni qaror qilganligini e'lon qildi. Koreya Tashqi ishlar ministrligi tunugun New Yorkda ministr Park Jin-ning Yaponiya Tashqi ishlar ministri Kamikawa Yoko va Amerika davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan ko'rishganligini e'lon qildi. Ministerlar ko'rishishda Moskva bilan Pyongyang o'rtasida yuz berish ehtimoli bo'lgan qurol-yarog kelishimidan andish qilayotgan paytda Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Unning Rossiya ziyorati va Putin bilan ko'rishishini muzokara qilgan.